Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Anglayotganinglar Doktor Asad Sulaymonning O'zlik va kimlik nomli kitobi. Muqaddima. O'zlikning chaqirishi. Biz kim? Bizning madaniyatlar jiddiy ravishda yo'g'rilayotgan bugungi dunyodagi o'rnimiz va salohiyatimiz nima? Biz bugungi yer shari kentida boshqa nurg'un xalqlarga o'xshash o'zligimizni va kimligimizni qanday ifoda qilamiz? Şimali Avrupa'da yaşayan bir yıl jarayonida men bu savollarni o'zimdan talay qitimla sordum. Ko'k ranglik Yevropaning so'g'uq va o'l realligi ichidan yiroqdagi ona yurtimning qurg'oq kayfiyatiga nazar tashladim. Yevropa qirg'oqlarini bo'ylab ko'rgan va bilganlarimni g'arb madaniyatining zamonaviy yaltiraqlari va qimmat o'lchamlarida emas, balki Markaziy Osiyo cho'nqurliklariga bog'langan bir qadimiy xalqning ko'zida turib kuzatdim. O'zimning kimligimni vatanimda va xalqimning ko'zida turib yashagan shuncha uzun yillarda emas, balki vatandan ayrilib musofiratda o'tkazgan oshu bir yil jarayonida texmi cho'nqur tushunganligimni his qildim. Yiroqqa safar qildim, ham qaytib keldim. Qaytib kelgandan keyin Yevropadagi xotiralarim asosida biror kitob yozishni o'ylagan bo'lsam-mu, lekin uzoqqa yozolmadim. Ta'sirotlarimni vaqtning o'tishiga ergishib, suslab berayotgandek his qilmoqda edim. Do'stlarim ko'p qitim mening Yevropadagi ta'sirotlarim haqida kitob yozishimning zarurligini samimga silib turishdi. Bir qism o'qirmanlarimmi menga yozgan xatlarda yaqinqi yillardan buyon jimib ketganligimni tilga elib, nima uchun ko'rgan va bilganlaringizni yozmaysiz deb so'rashdi. Ko'p o'ylandim. Yaqinqi yillardan buyon Yaponiya, Rossiya, O'rta Osiyo, Amerika va Yevropa ellari haqida ko'plagan sayohat xotiralarining yozilganligini ko'rib, qalam tavirtish o'yimdan yoltib qoldim. Rastını etsam, chet ellardagi ko'rgan bilganlarimni pesh qilib, Yevropaning ko'zini qamashtiradigan yaltiroqlari bilan boshqalarni mahliya qiladigan tashqi postini ko'ptirib yezib, yosh o'qirmanlarning Yevropa tushini texmi ulg'aytib etishni xohlamadim. Bir yilga yaqin vaqtim dilg'ullik ichida o'tib ketdi. Oxirida o'zimga hay berib, Yevropada ko'rgan bilganlarimda o'qirmanlarimning haqqi borligini, uni o'zimning dunyosida yo'shirib qilishning bexillik bo'lganligini, ta'sirotlarimni ayni qiyofati bo'yicha xalqimga yetkazish majburiyatimning borligini his qildim. Men burun o'zim mansub bo'lgan bu tuproqda tug'ilib, ko'payib, uzoq tarixni bugungi ulg'an xalqimni, shundaqla bu tuproqdan ozuq olgan milliy madaniyatimizni mushu tuproqda yashab etib kuzatgan edim. Taqdir meni mehri issiq bu tuproqning qo'ynidan ayirib, yiroq ellarda hayotimning bir yilini o'tkazishga nasib qildi. Men yiroqda turib, Markaziy Osiyo cho'nqurliklariga nazar tashlaganimda o'zligimiz va kimligimizning nurg'un taraflarini texi talto'kis tushunib yetmaganligimni cho'nqur his qildim. Shundaq, Yevropadagi bir yil menga o'zligimiz bilan kimligimizni so'g'uqqonlik bilan kuzatadigan fursat va yangi ko'z berdi. Endi mushu ko'z bilan Olimpis texidan uzoq Osiyo bayonlaridagi ona tuproqqa qayta nazar og'diray. Tangri tog'larining yurak so'qishiga quloq solay. Tarim cho'nqurliqlarining ishki sukunatiga shung'ib baqay. Birinchi bob. Nobelning vataniga uchish. 2003-yili 11-oyning 18-kuni Beijing xalqaro aeroportida tamojindagi inchka tekshirishlar va murakkab bo'lgan chegirdan chiqish rasmiyatlarini bajarib bo'lib, ulug' kichik tindim. Aeroplan uçuduğanga yana 50 minutcha vaqt bor edi. Kutish zalida bayqi oldirashchilik va tashvishlar hosil qilgan jiddiy kayfiyatimni tangshigash, tarlarimni surtib, demimni oldim. Mushu turqida kollamda tuman ming xiyol. O'zimni har qancha tinchitishga tirishsam-mu,
lekin bilib bo'lmaydigan bir xil hayajon vujudimda to'lqinlab turadi. Hey, mushu bir yilni o'ylasam, butkul vaqtim chet elga mengishning tayyorligi bilan o'tibdi. Pasport bejirishning qiyin va murakkab rasmiyatlarini savrchanlik bilan tugutish. Beijing til universitetiga yarim yillik inglizchadan saviya o'stirish o'qishiga berish. SARS kasalligi tarqalgan ashu qo'rqinchli kunlarda Beijingdagi 25 kvadrat metr kammaydigan yotoq uyda bekinib yetib, tashvish va qo'rqinish ichida 2 oyni o'tkazish. Viza elish uchun xuddi orqib turg'izgandek son-sanoqsiz hujjat va isbotlarni taqilish. Ish qilib, ana shunday bir qator tayyorlik va rasmiyatlarning halakchiligida milodiya 2003-yili oxirlashqa bir oydan ortiq vaqt qolganda aran yo'lga chiqaldim. Nimala bo'lmasin, Xudoga shukr. Atrofimizdagi kishilarning mana shunday tugumas rasmiyatlar va odamning zehnini upurtadigan ish bajarish usulining tinimsiz dishvorchiliklari ichida umrining oqqan suvdek o'tib ketayotganligini o'ylasa, kishi afsuslanmay turolmaydi. Albatta, oldingi yili 2002-yili Yaponiyaga borgacha yarim yillik tayyorlik va rasmiyat bajarish jarayonida o'ziga hoy berish, tishini tishlash va sabr qilishning nimaligini hamda uning azobliq tajribasidan qanday o'tishni bir qatim beshimdan o'tkazgan edim. Shunga bu qatim yo'lga chiqishning oldidagi murakkab va uzunga so'zilgan rasmiyatchilik kechmishlari menga unchalikmi yot tuyulib ketmadi. Aeroplanga chiqish vaqti bo'lgan chig'i atrofimdagi safardoshlarımның oldirab o'rnidan qo'zg'alishi meni xiyollarimdan uyg'otdi. Ig'ir va kilangsiz somkalarimni ko'tarib, bir xil murakkab hissiyot ichida aeroplanga chiqdim. Bu 400 dan ortiq yo'lovchi o'tiradigan cho'ng tipdagi aeroplan edi. Ancha kuchimayla o'rnimni topdim. Qishimdagi o'ringa 50 yoshlar chamisidagi saqal qo'yvagan baslik bir Yevropalik er kishi kelib o'tirdi. Biz başlanıştıb salamlaşdıq. Aeroplan gürüldep havaga kötürülüşü bilen mening xiyolarimmo yiroqdagi yurtim va vatandoshlarımның orzidan ko'z oldimdagi bo'shliqqa qaytib keldi. Bir nuqtaga yiqilib bo'lmaydigan godirmash xiyollar ilkida uzungacha esimni yig'olmadim. Shundoq, endi mening yiroq ellardagi yangi hayotim boshlandi. U yerda meni tamamen burunga o'xshamaydigan bir muhit kutib turdi. Kichigimda Yevropa haqida qanchilgan kitoblarni o'qib, qanchilgan tushlarni ko'rgan. 15-asrdan keyin texmi to'g'risi adabiy uyg'unish davridan keyin insoniyat taraqqiyotining parovuzi bo'lib kelgan bu uyg'oq qit'aga nurg'un qadamlar talpingan. Halbuki mana endi hayotimning 34-yilida ko'plagan orzu va planlarni qalbimga bukib, quyosh botadigan oxirgi dengiz tomon ketib boraman. O'ylaganlarim va qilmoqchi bo'lgan planlarim u yerning amaliyotida ishga oshami? Men tasavvur qilgan Yevropa bilan reallikdagi Yevropaning oralig'ida zodi qanchalik o'xshashlik va farqlar bor bo'lg'aydi. Markaziy Osiyoning xilvat bo'stonliqlarida o'z turmushining halakchiliklaridan xoli bo'lolmay bir xilda yashab kelayotgan millatimiz bilan Yevropa jamiyatlarining o'tirsida qanchalik orliq bordi? Efendim, siz buyurtgan musulmoncha tamoq mushi shu. Hozirlanib yegaysiz. Kütkichi qizning yaqinliq ovozi meni xayollarimdan uyg'otdi. Men shundala qo'rsqimning vijildab echib ketganligini his qildim. Beijing aeroportida o'rin kartasini og'icha musulmoncha tamoq yeydiganligimni eskartib qo'ygan edim. Shunga kutkichilar mening tamog'imni ayrim qilib, tamoq kartasining ustiga musulmoncha degan markani chaplab ilib ketdi. Men tamoq yey deb turishimga yenimdagi safardishim noyda ravon ingliz tilida menga gap qildi. Siz musulmonmi? Shundoq, men musulmon. Xatolashmasam, Jungoning Xinjiang degan yerdan bo'lamsiz. Ha? Xinjianglik Uyg'ur bo'laman, dedim uning savoliga javoban. Turibla sal hayron bo'ldim.
Chunki chet ellarga ko'p chiqqan kishilarimizning o'rtaq bir ta'siroti shuki, o'zimizning milliy kimligimizni boshqalarga tushuntirish biz uchun qiyin masalalarning biri sanaldi ekan. Uyg'ur desa ko'p qism kishilar qanday xalq ekanligini uqmagan. Jungolik desa, jungoliklarga o'xshamaydi ekansan-ku deb ishonmagan. Oxirida bo'lmaganda xaritani ochib, Jungoning g'arbiy qismini ko'zitib turib, bu yerda yashaydigan asosliq yerlik xalq desa, ondan bilganlari boshlang'itgan. Yana tushunmaganlari turk yoki musulmon deb tushungan. Shu turqida oldingi yili Urumchidagi bir so'rinda Dilbar Yunus haqida bo'lingan gaplar esimga keldi. Dilbar Yunus Yevropada dong qozonib, Shvetsiya xonlik teatri bilan Finlandiya davlatlik teatrlarining mangulik naqshchisi salohiyatiga erishgandan keyin uning uchun o'zining kimligini boshqalarga tushuntirish to'liq qiyin masala bo'lib qolgan ekan. Shunga u Xinjiangdagi do'stlariga xat yozib, Uyg'ur xalqining qisqacha tarixi va hozirgi ahvol haqida ommabop va tushunishlik bo'lgan material yozib berishini, uni inglizchaga tarjima qilib, o'zining milliy kimligini so'raganlarga uzun tushuntirishlarni berib yurgandan, o'sha bir vara qog'ozni bermoqchi bo'lganligini anglagan edim. Lekin Yaponiyadagi ba'zi davlatlardagi xalqlarning bizga bo'lgan tushunchasi xeyli cho'nqur. Chunki Yaponiyaliklarning biz haqidagi tushunchasi ularning ko'proq Ipak yo'li madaniyatiga qiziqqanligi va Xinjiangga sayohatga ko'proq kelganligi. Shuningdek, Yaponiyada o'qiyotgan va ishlayotgan Uyg'urlarning ko'pligi va ularga yaxshi ta'sirot berganligi bilan zich munosabatli. 2002 yil 16 dekabrda Yaponiyaning janubiy qismidagi cho'ng shahri Fukuoka aeroportida tamojindan chiqadigan chig'imda Rəddlik forma kiygan tamojina xodimi pasportimni ko'rib, ingliz tilida adab bilan "Siz Uyg'urmi? Yaponiyaga kelganligingizni qarshi olamiz" deganida ajoyib bir hayajon aralash issiq iqim vujudimni larziga solgan edi. Bugungi dunyoda bir millat uchun o'zining milliy kimligini boshqalarga tushuntirmaslikdanmi ig'ir ish bormidi? Darvaqa dunyo madaniyatiga qatnashmaslik, o'z chemberiga bekinib olib, sirtqi olamdan ayrilib qilish, jahon tarixining asosiy iqimidan chetda qilish. Mana bu bizning yaqinqi zamon tarixidan buyanqi barliq tragediyalarimizning bir sababidir. Safardishimning suollari meni qiziqtirdi. Men uning bilan bo'lgan suhbatimni davomlashtirdim. Siz Xinjiangni, Uyg'urlarni bilamsiz? Deb so'radim uningdan. Men Jungoga ko'p kelgan, lekin Xinjiangga berish fursati bo'lmadi. Men asli islandiyalik. Ismim Ramos Holt. Frederik Ramos Holt. Hozir Germaniyaning Frankfurt shahridagi yer issiqligi energiyasidan foydalanish va tadqiq qilish markazida xizmat qilaman. Bizning Jungo Palla Akademiyasi bilan Qinghai Shizang egizligidagi yer issiqligi energiyasini ichish va tadqiq qilish jihatda hamkorlik turimiz bor. Bu mening Beijingga 8-chi qitim, Qinghaiga 6-chi qitim berishim. U yerda tekshirish va ishlash jarayonida Tibetlar bilan ko'p birga bo'ldim. Uyg'urlarni bilaman. Beijingdagi vaqtimda Uyg'urlarning restoraniga bir qitim borgan. Naqsha usulinglar butun Jungoga dаңliqo deyman. Men Shvetsiyalik ekspeditsiyachi Seven Hedinga cho'qinaman. Uning sizlarning Xinjiang haqida yozgan kitoblarini o'qiganman. Shu kitoblardami sizlar to'g'riliq ko'p bayonlar bor. Menmo dal Seven Hedinning vataniga mangdim. Shvetsiyaliklar buningdan 100 yillar ilgari bizning nurg'un yodgorliklarimiz va yozma vasiqalarimizni ep ketgan. Men bu qitim o'sha materiallarni ko'rib tadqiq qilmoqchi, dedim hayajon bilan. Undaqda ikkimizning suhbatiga o'rtaq tema chiqdi. Men parang qilishga amroq odam, jimjitlikni o'sh ko'rman. Aeroplan Frankfurtga yetib borguncha yana 7 soatdek vaqt bor. Bu uzun musofani parang bilan o'tkazmasa, odamning ichi pushib titildab ketmamdi.
Siz oxirgi nuqta Stokholmga borsangiz, texi 10 soatga yaqin aeroplanda bo'lasiz. Skandinaviyaliklar odatda jimjitlikni va yolg'izlikni xohlaydi. Biz islandiyaliklarmi shuning ichida. Bunda xarakterini albatta Shimoliy qutb jo'grafiyasining o'zgachiligi belgilagan. Lekin men buning sirtida sizlar sharqliklarning odam xumorligi va jamoatchilik ruhinglarni yaxshi ko'raman. Qani, parang qilayli. Safardoshim Ramiz Xo'lt apandi rostilla parang xumor odam ekan. Yo'l bo'yi to'xtamay parang qilib mangdi. Menmo ancha ravon bo'lmagan ingliz tili bilan uning parangga moslashdim. İçimde texi Frankfurtga borguncha ingliz tilimni rosa praktika qilib oladigan bo'ldim deb xush bo'ldim. Bizning paranglarimizning temisi nurg'un sohalarga tutashgan edi. Ramiz Xo'lt apandi muhit, taraqqiyot, dunyo vaziyati, ko'chmanlar masalasi, O'rta Sharq krizisi, Yevropa ittifoqi haqida yer shorlashish degandek qiziq nuqtalarning hammasida to'xtalib chiqdi. Menmo uning qiziq paranglarga ram bo'ldim. Hamda o'z qarashlarimni inglizcha amalba to'liq ifoda qilishga tirishdim. Qanchalik vaqt o'tganligini uqmadim. Bir chaqda safardoshim harda bo'lg'ay uyquga ketdi. Menmo bir qancha oylik yerim charchashning hardiqini biraqli his qilgandek asta uyquga ketibdiman. Qanchalik uxlaganimni bilmayman. Ehtimal xeyli uzoq uxlagan bo'lsam kerak. Uyg'onsam hardiqim xeyli chiqib, o'zimni yenik his qildim. Ramiz Xo'lt apandi tamoq yeyotdi. U mening uyg'onganligimni ko'rib, asta ovozda gap qildi. Sizni uxlabason deb uyg'otmadim. Sizning musulmoncha tamoqingizni ayrim akilib qo'ydi. Qarang, texi so'mudi-g'o deyman. Qarsam xeyli tatlı uxlayapsiz. Hey yoshlik, nemani qilsa yarishidi. Uxlasimi tatlı uxlaydi. Odamning yeshi cho'maygan siri uyquning ta'mi qolmaydi ekan. Rahmat sizga, dedim men uning gapiga javoban. Sizmo texi yoshlik ko'rinasiz. Uning ustiga sog'lom, jo'shqin va parang'i ust ekansiz. Parang xumorlik mening tabiatim. Sizlar sharqliklar bizga qaraganda texi insoniyatning aslidagi kollektivchanlik, jamoatchilik degandek an'anasini saqlab kelyapsizlar. Bo'libmi kishilar o'tirsidagi yaqin munosabat va hissiyotga bakrak e'tibor bersizlar. Biz bu jihatda ko'p narsalarni mashinlashgan jamiyat bilan tegishib atdik. Men sharqcha turmush usuliga ba'zida havas qilib qolaman. Sizning sharq degan iborangiz Yevropa va Amerikadan boshqa rayonlarni ko'rsatdi. Ya'ni demakchi bo'lganim g'arb degan uqumga selishtirma qilinganmi qandaq deb so'radim. Hey, kechiring. Mening sharq so'zini ishlatishimda hech qandaq kamsindirish ma'nosi yo'q-jimi? Bu faqat uqum va til odati jihatdagi ko'nishning natijasi. Xolos. Ehtimol Yevropa tillaridagi Orient so'zda xuddi Edward Said ta'kidlab o'tgandek Yevropaliklarning sharq haqidagi to'liq bo'lmagan tushunchasi va kamsindirish hissiyoti singan bo'lishi mumkin. Lekin buning o'rniga qaysi so'zni ishlatsa eng muvofiq bo'ladi? Albatta, men buni uqmayman. Shundoq, men tilshunos emas. Ramiz Xo'lt apandining gaplari meni o'ylantirib qo'ydi. Shundoq, insoniyat bir-biri bilan dialog olib berishga muhtoj. Navbatda yer sharida yuz berayotgan ko'plagan ko'ngilsizliklarning va urush talashlarning muhim sabablarining birimi dal o'zaro tushunishning kamligidan. Bir-birini e'tirof qilmaslikdan bo'lyotidi emasmi? Mana Tangri tog'larining bo'yidagi oshu pinhon dunyodan kelgan mendek bir Uyg'ur Yevropada o'sib cho'ng bo'lgan, dunyo kezib yuradigan bir g'ariblik bilan bemalol so'zishib ketib boramiz.
Bir qancha soatga yetmagan vaqt ichida texi ba'zi masalalar haqida o'rtaq tunishqimi keldik. Qisqasi, insoniyat va dunyo bilan dialoglashish bizdek bekinma muhitda uzoq yillar yashagan millatlarning muhim tanlashidir. Aeroplan kuchlik havo iqimiga duch keldi bo'lg'ay, bir qancha minut silkindi. Men derazadan sirtqa qaradim. Quyuq tutak ichida hech nimani ilg'i qilib bo'lmaydi. Hozir qayaga yetib keldik? Siz bu yo'lda ko'p qitim mangan bo'lgandikin bilasiz-ku deyman, deb so'radim Ramsxold afandidan. Oral tog'lardan o'tib Yevropa tuzlanligiga kirdik. Ya'ni 2 soatdan keyin Frankfurtga yetib boramiz. Bir ozdan keyin aeroplan ochiq havo bo'shligiga chiqadi, dedi Ramsxold afandi savolimga javoban. Men yana derazadan pastga qaradim. Degandek, aeroplan bayqi quyuq tutaklarni orqada qoldirib, so'p-so'zuk havo bo'shligiga chiqqan edi. Pastda bepoyon yeshil tuzlanlik so'zilib yotadi. 11 oyning oxiri bo'lib qolganiga qaramay, yer yuzidagi yeshilliklar tegicha o'z rangini yo'qotmagan edi. Qalbimda bir xil bilib bo'lmaydigan hayajon jush urishga boshladi. Yevropa. Yaqinqi 5 asrdan buyon insoniyat taraqqiyotining parovuzi bo'lib kelgan ko'k madaniyatning simvoli bo'lgan Yevropa mushimidir. Baş oxir yo'q savollar meni o'z ilkiga ilib oldi. O'xshash bir cho'ng quruqliq, bir-biriga tutash ikki qit'a, ammo tamoman boshqacha ikki xil iqlim va o'xshash bo'lmagan madaniyat muhiti. Farq zodi nimada? Birining kun chiqish yoki mashriq tomonda, yana birining kun petish yoki mag'rib tomonda bo'lganligidanmi? Va yoki boshqa alohida sabablar bormidi? Xiyollar bilan vaqtning qanday o'tib ketganligini uqmay qoldim. Aeroplan Sharqiy Yevropa tuzlanliklarining havo bo'shlig'idan uchib o'tib, xuddi kim qopdak yeshillikqa purkangan Germaniya havo tavalligiga kirgan edi. Ilgari 2. Dunyo urushi tasvirlangan kinolarni bakmi qiziqib ko'rganligimdanmikin, mushu daqiqalarda pastki cheksizlikka so'zilgan yop-yeshil Germaniya ziminiga qarab o'tirib, o'zimni go'yo ayni yillardagi urush o'ti qoplagan 3. imperiyaning havo tavalligida ketib borgandek o'ylab ketdim. Yo'q, men hozir 2. Dunyo urushidan 50 yil keyingi vaqt bo'ligida yashayapman. Mening nafaslanayotganim o'z davridagi po'ruq hidi qoplagan vahimalik atmosfera emas. Balki urush xarobalari ichidan dast turib, o'z qadini qayta tiklagan, bir mezgillik bo'linishdan keyin qayta birlikka kelgan Yevropa ittifoqining parovuzi bo'lgan yangi Germaniyaning havosidir. Hayal o'tmay aeroplan xodimlari aeroplanning 20 minutdan keyin Frankfurt xalqaro aeroportiga qo'ndiganligini uqtirdi. Bayatın beri mügdep oturgan yoki kitob ko'rayotgan yo'lovchilar endi sal-pal jiddiyleşkendek bo'lib, narsa keraklarini yig'ishtirg'ach, aeroplanning qo'nishini kutishga boshladi. 9 soatdan buyon havo bo'shlig'ida to'xtamasdan uchib kelayotgan bu g'oyat zo'r uchar qush oxir O'rta Yevropadagi eng cho'ng aeroport Frankfurt aeroportiga yenikgina qo'ndi. Bu yerda tushadigan yo'lovchilar xeyli ko'p edi. Mening so'zman hamroyimmi oxiri mening bilan xo'shlashdi. Hamda o'zining ism kartoshkasini menga berib, Germaniyaga bo'libmi Frankfurtga kelib qolsangiz, meni cho'qim izdan, dedi. Men uningga adresimni berib, davomli aloqalashib turishni umid qilganligimni bildirdim. Aeroplan xeyli bo'shab qolgan edi. Biz aeroplandan tushmayla yarim soat kutib o'tirdik. Bir hazatdan keyin aeroplan yana havo bo'shlig'iga ko'tarilib, oxirgi nuqta bo'lgan Stokgolmga qarab uchishga boshladi. Pastda quyuq o'rmonlarga purkalgan Frankfurt shahri so'zilib yotmoqda edi. Endi aeroplan yo'nalishini o'zgartib shimol tarafga, Skandinaviya yarim orolining sharqiy bo'lgiga joylashgan Shvetsiya havo bo'shlig'iga qarab uchishga boshlagan edi. Oxirgi nuqtaga oz qolgan siri bir xil jiddiylik kayfiyati meni o'z ilkiga olmoqda edi. O'zimning nima o'ylayotganligimni hech ilg'i qilolmadim.
Faqat kollamda bir qancha savol to'xtamasdan menga nido qilmoqda. Men kim? Nereden keldim? Manzilim qayon? Endi nima qilaman? Bugungi kitob o'qish mush yergacha bo'ladi. Hammalar xayrli kunlar. Bahorgul Zibibulla o'qidi.